Jasad bir necha bosqichda parchalanish jarayonidan o'tadi. Birinchi bosqichda qon aylanishi to'xtashi sababli teri asta-sekin rangini yo'qotib, oqarib ketadi. Shuningdek, tortish kuchi ta'sirida qon tananing pastki qismlariga to'planib, benafsha dog'lar hosil bo'ladi. Bu hodisa o'lim dog'lari deb ataladi. Shu bilan birga mushaklardagi faol oqsillar qotib, mushaklarning qattiqlashishiga sabab bo'ladi. Bu jarayon jasadni muzlab qolgandek ko'rsatadi va odatda 1-3 soat ichida boshlanadi. Keyingi 48 soat ichida organizmdagi bakteriyalar tez ko'payadi va qorin bo'shlig'ida vodorod sulfidi kabi gazlar to'planadi. Bu gazlar qorin shishishiga olib keladi. Teri ba'zan yashil tusga kiradi va jasaddan chirigan tuxumga o'xshash yoqimsiz hid tarqaladi. Ushbu hid chivinlar va boshqa hasharotlarni o'ziga jalb qiladi. Ular jasadga tuxum qo'yadi. Ko'p o'tmay, tuxumlardan chiqqan chivin lichinkalari jasadni asta-sekin yeyishni boshlaydi. Oxir-oqibat jasad butunlay yemiriladi. Faqat suyaklar qoladi va ular ham vaqt o'tishi bilan tabiatga singib ketadi. Shu tariqa odam bilan bog'liq barcha narsa bu dunyodan butkul yo'qoladi.